Hammaga salom. Sizlar o'zi rolni to'lgan avval mardomani so'rovnoma uyushtirgan unda keyingi 10 ta videoni nima haqida chiqsin deganimizda birinchisi Mr. Beast videolarini tarjima qilib qo'yish, ikkinchisi futbolni challengelar, ya'ni videolar olishadi. Unda Mr. Beast videolarini tarjima qilib qo'yish g'olib bo'ldi. Endi biz mardomani shuni 2 kun avval tarjima qilib qo'yganmiz. Mr. Beast ovozlarini o'zgartirish juda ham qiyin bo'ldi. Ba'zi bir programmalarni to'g'rilab oldik. Ovozimizga e'tibor bermaysizlar. Mardon kelish kerak, lekin kela olmadi. Lekin 2 kun avval yozib qo'yganmiz ovozni. Tarjimonlar Mardon va Javohir. Davay like bosib olib ketinglar. Error bo'lishi YouTube kanaliga obuna bo'ling. Go. Lekin bu yoqdan yo'q qilish uchun qo'limdan kelgan barcha narsani qilaman. Sen esa buni barcha hujumlardan himoya qilishing kerak bo'ladi. Yuzlab yadrli bombalardan va juda ham ko'p boshqa o'qlardan himoya qilishing kerak. Hazillashyapsanmi? Seni yaxtani bekituvchi qoplama yasashing uchun 24 soat vaqting bor. Vaqt ketdi, omad senga. Yaxshi, men ketdim. Ko'ramiz yaxta cho'kib ketarmikin. Keyin esa Shon meni kredit kartamdan foydalanib ko'plab materiallar sotib ola boshladi va birinchi bosqichni himoya qavog'i qurilishi boshlandi. 100 ta zambarak o'qiga qarshi nima rejang bor? Zambarak o'qiga qarshi biz 3 burchak shaklda to'siq devor qurishimiz kerak. Buni bilan ishlagan Shon ertasi kuni ertalab mana shu vaqtda shu joyda to'xtashga majbur bo'ldi. Chunki vaqt tugadi. Mana bizning vaqtlarimiz ham tugadi, ketdik zambaraklardan o'q otishga. O'q urgan himoya yaxtani 100 ta zambarak o'qidan himoya qila oladimi yoki yangi ishtirokchi bilan bu videoni boshqatdan boshlaymizmi? 4 ta bosqichdan birinchi qismi boshlandi. Men hayajondaman. Yaxshi Shon, biz hozir seni yangi yaxtanga o't ochishni boshlaymiz. Yo xudoyim. Mana zambaraklarni tayyorlang. O't och. O to'g'ri ichiga kirib ketdi. Zambaraklar konteynerlarni yorib tashlashyapti. O yo xudoyim. Zambarak o'qlari pichoq yog'dan o'tgandek o'tib ketyapti. Hozir jinni bo'lib qolaman. O'qlar o'zimga tegganday bo'lyapti. Ehtimol chunki yaxta seniki. Zambaraklar Shonning yaxtasiga ancha zarar yetkazdi, lekin bu aniq faqatgina boshlanishi. O'qlar xuddi o'zimga tegayotgandek, aniqki ham teshildi menimcha. Biz o'q otishni davom etdik, zambarak ortidan zambarak. Shonning himoyasini yorib o'tdik. Zambaraklar o'ylaganimdan kuchliroq ekan. Juda og'riqli bo'lgan soatlardan keyin qani ketdik uni ko'ramiz. Qandaydir mo'jiza bilan parchalanib ketmaganda bu bint qilaman. Unchalik yomon bo'lib ketmagan. Yonida ozroq teshik bor va panjara singan. Qarang, bu yerga zambarak otilgan, lekin juda ham kam zarar ko'rgan. Yo'q, Shonning yaxtasini vannasi butunlay vayron bo'lgan. Oynalarga qarang. Seni yaxtanga 3 ta o'q tegibdi. Bu faqat birinchi bosqich. Yomon emas. 100 ta o'qdan atiga 3 tasi tegibdi. Yo'q, ikkinchi bosqich bundan yomonroq bo'ladi. Tushunarli. Agar sen meni hazillashyapti deb o'ylasang, senga mayli ko'rsataman. Minani olib keling. Ro'pparasi 24 soatdan keyin 15 ta mina seni yaxtangning atrofida portlaydi. Voy yo'q. Aytgancha biz bittasini sinab ko'rdik, u juda ham yaxshi portlaydi. 15 ta juda ham katta portlash. Bu bombalar bilan o'ralgan yaxtada 1-2 soat uxlab turaman va keyin o'ylaymiz qanday himoya qilishni. Shon ertalabdan uyg'onib ishni boshlab yubordi, lekin kuchli momaqaldiroq tufayli u kranni ishlata olmadi. Bu yomon, biz faqat bugun qo'l mehnati bilan harakat qilishimiz kerak. Yaxtani qanday himoya qilasiz? Matraslar bilan. Hammasi ayon. Shonni rejasi matraslardan himoya qurish va u butun shahardagi ishlab chiqqan matraslarni sotib oldi. Va olib keling, matraslarni mana bu yerga va bu yerga atroflatib qo'yamiz, atrofiga yoyib. Shuni bo'lmayapti, bu yaxtami o'zi bu shunchaki to'plangan matraslarga o'xshaydi. Yana 2 soatdan keyin bizning minalarimiz portlashni boshlaydi. Bu ulgurarmikin? Bu buncha og'ir. Agar kran bo'lganda bu juda ham oson bo'lgan bo'lardi. Bu bo'lmasa ham oson. Ha, vaqt tugayapti, lekin ishimiz uncha yaxshi ko'rinmayapti. Bu yaxtani qo'riqlashiga ishonmayapman. 3, 2, 1. Vaqt tugadi. Biz faqat shunga ulgurdik. Bu yerda faqat suv bochkalari va matraslar bor. Karol quloqini bekitib tur. Bu men ko'rgan eng ahmoqona narsa. Demak, siz buni ishlamaydi deb o'ylaysiz. Ha. Yaxtani portlatishni boshlaymiz. Oxirgi so'zing? Shlapangni ber. Men senga shlapani beraman, faqat yaxta tirik qolsa. 3, 2, 1. Portlating uni.
xudoyim. U omon qolganiga ishonmayman. Qani ketdik. Uni ko'ramiz. Qani ketdik. Meni yaxtam. Ko'rinishidan yaxshi. Ha, u yaxshi. Shunchaki ozroq matraslar yongan. Nima deyishni ham bilmayman. Ha, albatta sen haqsan, matraslar yaxshi foyda berishdi. Endi esa 3-bosqich. Bu bosqich 3 xil turga ega. Birinchisida millionlab salyutlar yaxtaga qarata otiladi, ikkinchisida esa millionlab yonayotgan o'qlar otiladi va uchinchisida o'lim sharlarini katapultalar uloqtiradi. Bu bosqichdagi qurilish shonga juda ham qiyin bo'ladi va u hozir komandasiga buyruq bermoqda. Kelinglar, bu yerga konteynerni 3 qator qilib qo'yamiz. Buni qilishguncha ozroq u dam oladi. Rejang qanaqa? Meni rejam birinchi bo'lib bu yerga konteynerdan juda ham katta bo'lgan devor qurish. U shunchalik baland bo'lishi kerakki, yaxtaga qarata salyutlar otilganda uni to'sib qolish kerak. Shubhali, juda ham shubhali. Bugun meni kunim. Men his qilyapman, lekin meni ishonchim komil. Yaxshi. Ikkinchi bosqichga solishtirganda ancha yaxshiroq. Ancha baquvvatsan. Qada, sen birinchi safargisida ancha yadirlarni o'tkazib yuborgan eding. Xuddi mana shu yo'l bilan. Balkim bu safargisi ish berar. U yaxtan atrofidagi matraslarga suv sepib chiqdi, matras yonib ketmasligi uchun. Yaxshi, biz uni himoyasini hozir yaqinroqdan kuzatmoqchimiz. Juda ham baland-a? Bu 12 metrlik mustahkam devor va biz zambaraklarni yaxtaga qarata uloqtirganimizda bu konteynerlarning ustidan uchib o'tib tegadi deb o'ylamaysanmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Ey, Chandler, xuddi katapultadek katta sharni bu yoqqa qarab uloqtirchi. Men tushundim. Diqqat, tayyorlan, o't och. Olmacha. Qayig'ing cho'kib ketadi. Nafasingni yer olsin. Xo'sh, nega bunchalik ishonyapsan? Senda yana 30 sekund bor, lekin sen hech narsa hali qurganing yo'q. Biz albatta tayyormiz. Bu devor o'qlarni to'sadi va yaxta yonib ketmaydi. Senga bu 20 sekund kerakmi? Yo'q, boshlaymiz. Ketdik, boshladik. Vaqt tugadi. Xo'sh, 3-bosqich. O'lim sharlari va yonayotgan o'qlar va millionlab salyutlar. Endi yaxtaning yonishini ko'ramiz. Salyutlarni tayyorlang. Oxirgi so'zing omad. Salyutlarni uloqtiring. Yo xudoyim. Buni aql bovar qilmaydi. Yo xudoyim. Nimalar bo'lyapti? Endi bu Shu joyda videoni to'xtatib, like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki biz sizlarni xohlagan videolaringizni chiqaramiz. Shunchaki kommentariyaga kiring va video nomini yozib keting, biz uni bajaramiz. Like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Davay. sotib oling. Men bu yerda nimadir nishonlayotgan deb o'ylayapman. U to'g'ridan to'g'ri yaxtaga tegyapti. Salyutlar yaxtaga tegyapti. Qani olovli o'qlarni tayyorlang. Menta olovli o'qlar vaqti keldi. Yo'q xudoyim. To'g'ridan to'g'ri devorga uloqtiring. Xursand bo'lishga shoshilmay turing. Katapultani tayyorlang. Tayyormisiz? Endi biz keyingi olovli sharlarni homiylarimiz sharafiga uloqtiramiz. Yonayotgan holda va yonayotgan shar esa bowlingda o'ylanadigan shar. Uloqtiramiz. Uchyapti. To'g'ri yaxtaga qarab uchyapti. U konteynerning burchagiga tegdi, yaxtaga ozgina qoldi. Mana bu ekraningizda chiqib turgan silkalar orqali bizni Sabachka Shuka YouTube'dan sotib oling va bizni yana ham keyingi chiqadigan videolarimiz uchun hissa qo'shing. Yoki yolg'on saytlarga aldanmasdan o'ng tarafda turgan QR kodlardan foydalaning. Yo'q xudoyim. Endi yaxta ochilib qoldi. Shon, xavotir olishni boshlandi. Yo'q, menda hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Juda katta havo shari. U havo shariga o'xshamaydi. Sen shunchaki havo sharini ko'rmayapsan. To'siq buni ushlay olmaydi. Qani boshladik. Agar hozir qolgan o'qlardan birortasi yaxtaga tegib ketsa, balki Shonning videosi hoziroq tugaydi. Tegib ketdi deb o'yladim, juda yaqin keldi. Qani oxirgi katapultani uloqtiring. U to'g'ri tegadi. Suvga tushdi. Bugun faqat bir narsa yondi, o'sha men, bolalar. Yaxshi, Shon, bilasanmi nima? Sen hozircha kulma, bizni final kutyapti.
24 soatdan keyin biz seni qayig'ingga hujum qilamiz. Juda ham ko'p bo'lgan pulemyotlar bilan. 4-bosqichga savoling bormi? Shu paytgacha ishlatilgan barcha narsa, salyutlar, o'qlar va yuzlab zambaraklar, buni hammasi videoni shunchaki boshlash uchun edi. Shunda yana zambaraklar bormi? Ha, yana bizda bir dona mina bor. Bu ulkan deyarli yadroviy, ehtimol hattoki noqonuniy ham bo'lishi mumkin. Yerdagi xuddi Marsdek mina. Hammasi pulemyotdan tashqarimi? Ha. Bugun bu sinovning 4-bosqichi. Reja shunchaki chiqib ketishdir. Yaxta va qurol o'rtasida bir nechta narsalar qo'yamiz. Qolgan idishlardan foydalanamiz. O'qlar uchib o'tishi mumkin bo'lgan barcha bo'shliqlarni yopamiz. Bu tashqi chiziq uchun ideal bo'ladi. Oldingi iloji boricha ko'proq tuproq qo'ying. Quroldan himoya qilish uchun devor bo'ladi. Pushka o'qlarini o'tkazmaydi. U katta minani orqa tarafdan olib kelishi mumkin. Shu uchun suv to'ldirilgan bochkalar bilan orqa tomonni devor qilib yopamiz. Bu bosqich juda ham qiyin bo'ladi. Men uyimdan uzoqdaman va oilamni sog'indim. Va undan tashqari suv bizga juda ham xalal beradi, chunki uni oldiga borib o'zingiz qo'lingiz bilan narsa qo'ya olmaysiz. U meniki, u meni juda ham xavotirga soladi, uni yadrli bombasidan himoya qilish uchun. Uni pulemyotlarga qarshi turgan shunchaki konteynerdan yasalgan devori bor, va qumdan qurilgan devori pushkalar o'qi uchun, va o'sha salyutlardan qolgan ulkan devori va o'sha ho'l matraslar. Suv to'la bochkasi bilan. 5, 4, 3, 2, 1. Hamma to'xtasin. Vaqt tugadi. Men xuddi yomon tush ko'rayotgandekman. Yo'q, bu haqiqiy hayot. Meni vazifam seni yaxtangni yo'q qilish bo'lsa ham umid qilamanki sen g'alaba qozonasan. Bolaligimda meni shunday yaxtan bo'lishini orzu qilardim va men bu oxirgi bosqichdan o'tishim kerak. Albatta, 100 soat oldin bu yerda faqat qayiq bor edi. Endi buni qarang. Buni qanday qildik, lekin bilmayman. Asabiylashyapsanmi? Yo'q. Yo'q, bu juda g'alati. Bu oxirgi bosqich seni juda ham yomon tushing bo'lishi mumkin. Qurollarni tayyorlang. Bu yerda juda ham ko'p pulemyotlar va bizda yuzlab zambaraklar bor. Juda ham katta mina. Oldingidan ancha farq qiladi. Va barcha salyutlar, o'tli olovlar va pushkalar hammasi birgalikda shu yerda jamlangan. O't och! Tegdi, men uni ko'ryapman. Ular shunchaki tutib tashlashyapti. Va hamma o'qlarni shunchaki yaxtaga qarata otishayotgan vaqtda bir o'q shunchaki bexosdan salyutlarga tegib ketdi va mana nima bo'ldi. Menimcha endi birgalikda bo'ladi. Nima bo'lyapti u yerda? Senga to'g'risini aytaman, Shon, yaxtang omon qolishi juda ham dargumon. Keyingi bosqichga o'tadigan vaqt keldi. Zambaraklarni tayyorlang. Shuncha narsadan keyin endi zambaraklarni ishlatsak nima bo'lishini ko'ramiz. O'toch! Bittasi tegdi. Endi rostdan qo'rqyapman. Bir zambarakni o'qi yaxtaga tekkan bo'lsa ham konteyner va qum kuchini kesakillashtirishga muvaffaq bo'ldi. Uni yaxta atrofida qurgan to'siqlari shunchalik aqlli ediki, hatto olovli zarbalar ham unga yetib kelmadi. Ushlab qoldi. Nima? Konteynerga tegdimi? Bularni maydalab hamma tunni o'tkazmoqchi emasman. Endi hammasini birdaniga otamiz. Zambaraklarni, salyutlarni, katapultalarni va olovli to'plar va barchasini hammasini bir vaqtning o'zida otamiz. 3, 2, 1. Hammasini oting. Qarang, bu yerda qanchalar tutun to'plandi. Yana qancha qoldi, Jimmy? Qo'za qildan o zaman. Hech nima ko'rinmayapti, tutun juda ham ko'p. Shonning yaxtasini portlashini shikalat yeb kuzatib turibmiz. Zambaraklarni oting. Shon, biz seni yaxtanga deyarli hamma narsa bilan hujum qildik, lekin meni har videoyimda bo'lgani kabi eng oxirgi so'nggisi qoldi. Eng zo'ri videoni boshida portlatgan 14 ta minalarimizni bitta qilib jamlangani va u juda ham katta mina bo'lgan. Va u esa yangi boshqa yaxtani ichida seni yaxtanga yaqinlashib kelmoqda. U tekkanda juda ham katta portlash bo'ladi. Yaxshi, ana u, yo xudoyim. Wow. Bu juda ham boshqacha bo'ldi. Qani ketdik, ko'ramiz. Mayli ketdik. Meni yaxtamni ko'ramiz.
Uni yaxtasi boshdan kechirgan narsalarga qarang, men unga juda ham ko'p g'alati ishlar qildim. Shu kungacha menda hech ham bunaqa bo'lmagan edi. Juda ham zo'r bo'ldi demadingiz. Shuncha narsadan keyin ham seni yaxtang suzyapti. Lekin ozroq shikast olgan zambarak o'qlaridan men buni qoplab beraman. Bolalar olib keling. Ana bo'la qoling. Mana bu yerda 50 ming dollar sizga yaxtani ta'mirlab olishingiz uchun. Mayli, videoni tugatishdan oldin tomoshabinlarga ayting, yangi yaxtangizni nima deb nomlaysiz? Uning ismi aytish esdan chiqibdi. Videoni tugatgandan keyin biz okeanni albatta tozalab qo'ydik. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga motivatsiya bo'ladi. Mana shu joyda videoni to'xtatib kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib qoldiring. Kattakon rahmat.